Neximiz davamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Prezident Trump'ның Jungo qaratqan diplomatik siyasının örnekleri. Mavzulu haber 6. ayının 1. ayının 5. günü Amerika Ovazının Xitay Til programı e'lon qilindi. Haber mundaq baştan. Washington, yani 2 haftadan keyin Amerikada prezident bo'lib saylagan Donald Trump rasmiy qasam berib vazifaga o'tirdi. Başka rəhbərlər və yuqur dərəcəlik əməldarlar ehtiyatçılıq bilan ifadə bildirib atqan şundaq bir paytda dünyanın ən zor iqtisad dövləti Amerikaga rəhbərlik qilib rol başquradigan bo'lishi bu kishi elektronlik uçur davrida nihoyat tez uçur yetkazadigan Twitterga chiqishni tanlab oldi. Saylamga qatnashgandan beri prezident Trump o'zining ko'z qarashlarini orqa-orqadan Twitterda e'lon qildi. Məzmunu çonqur, yolu oçaq boldu. Qısqagana 140 sözlük ibare bilen yoki addi cümle bilen Amerikanın ichki tashqi siyosatini sharhladi. Gerçi bütün dünya, yani her günde etigende Prezident Trump'ның salmaqlıq maqalesini Twitter'da görüp turusmu, yanıla ülgürelmeye kaldı. Yanıla ülgürelmeye kaldı. Prezident Trump Twitter'da Cumhuriyetçiler Partisi Yeni Devlet Meclisi esiliş belirli ahlak şanısının hukuk dairesini bilet taşlap çekleşten karar kılganlığını katlıktan kıtılgandan keyin Cumhuriyetçiler Partisi kararını derhal özgertti. Prezident Trump Twitter'da söz kaldırıp universal maşini sazlık zavutu Amerika'da yasalgan mesulatlarının zor Amerika'da yasagan mesulatlarga zor baştüleş gerek degenden keyin universal maşini sazlık zavutu Meksika'da zavod qurishni derhal bekar qildi. Prezident Trump Twitter'da hava armiyasi birinci belgilik aeroplanning yasalish bahası bek qimmat deb og'irnib bergandan keyin ve to'xtamni bekar qildi berganda to'xtamni bekar qilishni bildirganda Boeing şirketining paychak bahası derhal tushib ketdi. Prezident Trump Tayvan'ın prezident Tsai Ing-wen bilan telefonda ko'rishgandan keyin Amerika Tayvan Jungo uch taraf diplomatiya sohasida bo'ron chopqinning yetib kelganligini darhol his qilishdi. Universal matbuotlar Prezident Trump bu tarafda haqiqiy qudratning borligini sezdi. Prezident Trump'ның haqiqiy qudratining borligini sezdi. Prezident Trump qo'l bilan bir ishtirsa dunyo fishqatim titraydi deganning ma'nosi shu bo'ldi. Əməliyyatda saylam rəqabati jarayonida Prezident Trump Twitter'da savdo masalasi bo'yicha nurg'un obzor e'lon qildi. Bu obzor uning saylam jarayonida ko'z so'zlari bilan o'xshash edi. Masalan, Jungo Amerikaliklarning qo'lidan boyliqni, sanoat ishchilarining tamoq qachishni elib ketdi deb aybladi. Jungoga qattiq qo'l bo'lishni chaqiriq qildi. O Prezident Trump 2011 Prezident Obama hükümetining Tayvanga harbiy qurol yarog' setib berganligini, kechiktirganligini Jungo xato signal tarqatgan edi deb ko'rsatdi. Prezident Trumpning so'zlari bilan darhol unum berib atganligini davom. Prezident Tsai Ing-wen Amerikada chegarada o'tdi. Qo'shimcha xabar. Amerika'nın avam atkisi bilen Jungo'nun avam atkisi roboro kelib qoldi. Mavzuli xabar 1. ayının 4. gün Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Tayvan İlhat Erkinlik gazeti 4. günü xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika'nın Carvinson belgilik avam atkisi Goropisi Moshapda Osiyo Tinch okean rayoniga bordi. Balki Jungo'nun Liao'nun belgilik avam atkisi bilen roboro kelib qoldi. Lekin Amerika taraf Avamatkanın o tarafga berishi doimiy harakat bo'lib, Reagan belgilik Avamatkanın o'rniga o'tib, vazifa o'taydi deb ta'kidladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Amerikaning Carvinson belgilik Avamatki safar jarayonida Morphy belgilik qo'g'lig'ich parxod Hawaiida hamroh bo'ldi. Guruh ichida yana mer belgilik qo'g'lig'ich parxodmi bor. Adam soni bu Avamatkanın umumiy 7500 nafar. Ominli Garbiy ishlar mutaxassisi Huang Dong mundaq ko'rsatdi. Jungo'ning Liao'ning belgilik avom atkisi tezlik bilan Janubiy dengizdan ayrilmaydigan bo'lsa, Amerikaning Carvinson belgilik avom atkisi bilan roboro kelib qoldi. Roboro kelib qoladigan fursat intayin zo'r.
Muşu vaqtda Tayvanның prezidenti Tsai Ing-wen o'xshashli bir vaqtda degidek Amerikada chegarada o'tdi. Mana bugun Tsai Ing-wen Amerika chegarada o'tdi deyli, yoki Houstonda o'tdi, Texas shtatining markazi yoki San Francisco, Kaliforniyaning ataqli dangli shahri, ikki yoqda bir yoqda o'tdi. Demak, hozir kunda Carvinson avtomatkisi ham Janubiy dengizda safardi degan gap. Elem ve kalemden kızık noktasına aylandı. 4. günü Cungo Tashqi ishlar ministerligida o'tkazilgan muxbirlarning kutib muxbir Liaoning belgilik avtomatga prezident Tsai Ing-wen ziyoratga mangan orliqda va uningdan keyin Tayvan bo'g'izini o'tib shimolga qarab menib, Tayvanni bir hafta aylanib popozi qilishni tamomlagan bo'lamdi deb savol qo'ydi muxbir. Cungo tarafning buningga ko'z qarashi nima deb qo'shimcha qildi muxbir. Deb savol qo'yganda muxbirga Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi mundaq javob berdi. Sening xabaringning qayerdan kelganligini bilmaydi ekanman. Mening sana aytib berganim shuki, Liaoning belgilik avtomatika hozir Janubiy dengiz qurol yaroqlarining iqtidorini tekshiryapti deb javob berdi. Bugun endi boshda aytdik, Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen chegaradan o'tdi ikki shaharga. Amerikaning ikki shahri biri kelarida, ikkinchisi qaytardi besib o'tirgan chegaralar. Bundan keyin atadan boshlab qanday xabar chiqadi? Yana yo'ldoshlar bilan va vatandoshlar bilan uchrashib turibmiz, so'zlashib turibmiz.